Mundaq bir chig'ir yo'l. Qalam va ovozda Rayhon Ablat. Mundaq bir chig'ir yo'l tepib oldim. Bu yo'lda muzika anglashim hojatsiz. Chunki vujudimni larziga soldigan baxtli qushlarning yiqimliq sayrashlari, yuzlarimni, sochlarimni siypab o'tib turadigan g'o'r-g'o'r shamol va daraxt yo'pirmoqlarining shirin shivirlashlari bor. Muhabbatli qo'llar o'stirgan gullarning baxtli jilvalari, kishi dasugisi kelmaydigan yov gullar, yerga tushsimi chaylanmaydigan g'azonlar, to'kilsimi kishining ichimiz kelmagidek darajada havoda yeni laylaydigan chechak bargilari. Asrlar bo'yi odamlar o'z shaxsiyati uchun sundurmagan, kesib yarlandırmagan dal daraxtlarning tinch go'zalligi. Qisqasi, men oddiy qalbim bilan tasvirlab berolmaydigan Tangrining ajoyib san'atining namoyandalari, telefonimning oddiy cheklik iqtidorida suratlab berolmaydigan ajoyib go'zal ranglar bor. Mundaq bir chig'ir yo'l tepib oldim. Bu yo'lda tantarbiya kiyimi kiysammi, chiroyli kipinakdek yasansammi, bo'laverdi. Davomli dumbamlik ortib olgan so'mkamni esib olsammi va yoki markalik so'mkamni ko'tirsammi, o'xshash. Tantarbiya oyog'imni kiyib olib piyoda mansammi, velosipedda yursammi, mashina haydasammi, hech qisi yo'q. Baribir uni baholaydigan, men sirtqi jabduqlarim bilan numur qo'ydigan odam yo'q. Eng muhimi, bu yerda go'zallikdan huzur topalaydigan yurkim bo'lsa, o'zim bo'lsammi kifoya. Mundaq bir chig'ir yo'l tepib oldim. Bir pas real dunyoni, vaqt hukmini unutib turib qoladigan. Kunda o'zimni qochirsammi, baribir yo'qib turadigan qalbimdagi kirlarni tozalaydigan. Kimlikimdan xudiksirmay turib, uchirgan har bir odamga insoniy kulimsiraydigan. Yo'l bo'yidagi mushuklar, qog'lar bilanmi o'z tilimda salomlashadigan. O'lgan, o'layotgan umidlarim terildigan. Orzularim qayta qanot qaqadigan. Balalik aslimlarim yodlanadigan. Vujudimdagi balliqimda yana bir rat yashaydigan. Dunyoning vangchonlari, mas'uliyat majburiyatlar charchatgan nervlarim tinchlanadigan. Tunugunki barcha yarlangan tuyg'ularim butunlanadigan. Shundaq bir chig'ir yo'l tepib oldim. (2019 yili 18 sentabr, Tokyo.